Assalomu alaykum do'stlar. Basketbol maydonchamiz. Noldan quryapmiz. Ko'pchilik so'rashadi. Xotkulich qilib bersangiz, narx-navosi qanaqa bo'ladi, nech pulga aylanadi deb. Hammasi sizlarning talablaringizdan, joyning katta kichikligidan kelib chiqadi. Unga aniq bitta narx o'sha joyiga borganda sizning talabingizdan kelib chiqib narxlarni chiqarib bersak bo'ladi. Bular mana patush quyib, keyin beton quyib, profillar tikka qilganimizda bular talabi shunaqa bo'ladi. Zasipkasi ham mana ko'rib turganingizdek 1,5 metr zasipka bo'lyapti. Unga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsalaringiz, yo'ldan joyida borib gaplashib, siz xohlagan razmerda, siz xohlagan betonlarni qalinligida qilib bemalol qilib bera olamiz. Betonlarni mumlab, qaraqa chiroyli qilamiz.